Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 1-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 46 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 11.960 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.196.018 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 3 so'mga pastlab, 1 yevro 13.761 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.376.138 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.02 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 150 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 150 ming so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro, rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.